Ertalab uyqudan uyg'onsam, havo ochiqligiga qaramasdan yomg'ir tomchilashi boshlabdi. Kichkina qizim Shohida ham men bilan birday turib olib, uxlayotgan opasini xonada qoldirib, men bilan hovliga chiqib keldi. Qizim dadasining oldiga kirib ketgandan keyin oilaviy maza qilib choy ichishimiz uchun tayyorgarlikka boshladi. Biz choy ichib bo'lishimizga boya tomchilab yog'ib o'tib ketgan yomg'ir qattiqroq yog'ishi boshladi. Al-Musafir bo'lgan Allohimning mo'jizalarini qaranglar, havo ochiq bo'lishiga qaramasdan shunaqa chiroyli yomg'ir yog'di. Kichkinaligimizda xuddi shunaqa holatda yomg'ir yog'sa, bo'ri bolalabdi deb gapirishardi. Nima deb o'ylaysizlar, shu gap rostmikin, yolg'onmi? Yoz yomg'iri yoqimli bo'lib yog'ib, havoni salqinlatgandan keyin energiyaga to'lib, sekin ishlarimni qilishni boshladim. Boshqa kunlar havo dim va issiq bo'lganiga hech narsa qila olmayotgandim. Qizlar bilasizlarmi, men uchun dazmol qilish yuragini siqadigan ish hisoblanadi, lekin shunga qaramasdan qizlarimga dazmollanmagan kiyim kiydirolmaganim uchun majburan hammasini dazmol qilib chiqaman. Dazmol qilib bo'lganimdan keyin chelikdagi toza suvga uksus va tuz solib aralashtirib, qizlarimni o'yin xonasini changlarini artishga kirishdim. Baland qilib sura yoki duolarni yoqib qo'yib, ixlos bilan shunaqa aralashmali suvda xonangizni changlarini artadigan bo'lsangiz, xonani nafaqat har xil turdagi mikroblardan, balki har xil yomon ko'zlardan ham tozalagan bo'lasiz. Faqat qo'lingizga perchatka kiyib olish esingizdan chiqmasin, sababi sirka va tuz aralashgan suvga ko'p qo'lingizni tiqsangiz qurib ketishi mumkin. Bugundan boshlab kelin hayoti yoki bo'lmasam ikkita farzandni onasi deb nomlangan 30 kunlik challenge qilmoqchiman. Videolarimda meni qo'llab-quvvatlab tursangiz, men ham har kunlik rutinalarim bilan sizni energiyaga to'ldirib boraman.